Ya'ni inson qachon qanaqa juft bilan baxtli hayot qura oladi? Farzand ko'rish bu ikkita jinsiy maylning natijasi. Alohida karomat ko'rsatish emas, farzand dunyoga keltirish. Hayvonlar ham farzand dunyoga keltiradi. Uchrashuvga chiqishdan oldin yoki uchrashuvga chiqib gaplashayotganda qarshi taraf mana shu maqsadlar bilan muvofiq keladimi yo'qmi? Shuni belgilash kerak. Agar ikkalasining niyati, maqsadlari muvofiq kelsa, baxtli hayot. Majbur siz bilan yo'lga chiqib qo'ygani uchun chidab yuradi. Hamma unga guvoh bo'lib qo'ygani uchun chidab yurish mumkin, lekin siz bilan hech o'zini bir baxtli his qilmaydi. Uni butun orzu hayot qayerda? Orzu havasi vodiyda, uni xayoli vodiyda. Xo'p, o'zi qisqagina savol, yoshlardan keladigan savol bor. Yigitlardan ham, qizlardan ham inson masalan baxtli turmush qurish uchun nima qilish kerak? Yoki inson kim bilan baxtli turmush qura oladi? Shuni oldindan bilsa bo'ladimi, yo'qmi? Bilib bo'lmasa kerak. Taxmin qilib bo'ladimi? Qanday taxmin qilasiz? Tasavvur qilib eng ideal oila ham bo'lishi mumkin tasavvurda. Ya'ni inson qachon qanaqa juft bilan baxtli hayot qura oladi? Bu savolga javob shuki, inson oila qurishdagi birinchi o'zini maqsadini aniqlab olsin. Nima uchun oila quryapti? O'zi nima uchun oila quradi inson? Oila qurishda maqsadlar bor, to'g'rimi? Hamma har xil maqsadlar bilan oila quradi. Bugungi kundagi kishilardan so'rasangiz, maqsadlar ajoyib. Bittasi nima uchun oila quryapsan yoki nima uchun uylanyapsan degan savolga aytish mumkin. Buvim qarib qoldi, to'yini ko'ray deyaptilar, shuning uchun uylanyapman. Bir aytadi 25 ga qarib ketib qoldim, endi uylanaman. Bir aytadi endi ukam bor, mendan keyin men o'zim uylanmoqchi emasdimmi deydi. Shu ukam uylantirish kerak, buning uchun men uylanishim kerak ekan deydi. Ketaveradi shunaqa yani. Endi bir ikkita bola chaqa bo'lsinlar, uyga bitta xotin olib qo'yish kerak ekan. Mana shunaqangi bu maqsad deb qaraydi ular. Holbuki bundan ko'ra tayinli, bundan ko'ra muhim bo'lgan maqsadlarni oldiga qo'yish kerak inson. Birinchi masala, nima uchun o'zim uylanamiz? Qadriyatli kishilar, chunki biz uchun uylanish bizning e'tiqodimiz, bizning qadriyatimiz bu. Ya'ni biz insonning bir ehtiyoji bor. U jinsiy ehtiyoj. U narsani qondirishga u doimiy nima muhtoj. Biz o'sha narsani halol yo'l bilan qondirishga nima qilganmiz? Buyurilganmiz. U nikoh bilan bo'ladi. U bir juft halolga, bir ayolni halol bir tarzda nikohiga olish bilan bo'ladi. Birinchisi shu chaqiriqqa, shu targ'ibga, ya'ni nikoh targ'ibiga ijobat qilaman deydi. Birinchisi. Keyingisi deylik, salohiyatli, axloqli, diyonatli farzandlar ko'raman deydi. Yani faqat farzand ko'raman emas, salohiyatli farzandlar ko'raman deydi. Chunki faqat farzand ko'rish bu aytganmiz-ku, alohida san'at emas-da u. Farzand ko'rish bu ikkita jinsiy maylning natijasi. Jinsiy munosabatning natijasi, tabiiy ravishda bo'ladigan narsa-da u. Ya'ni alohida karomat ko'rsatish emas, farzand dunyoga keltirish. Hayvonlar ham farzand dunyoga keltiradi. Lekin dunyoga kelgan farzandni salohiyatli qilib tarbiyalash, axloqli qilib tarbiyalash bu san'at. Bu mahorat, bu mas'uliyat, bu boshqacha bir bu karomat desa bo'ladi buni ya'ni. Endi o'shanaqa farzandlarni bo'laman bitta ikkita emas, ko'proq qilaman degan. Bu bilan millatni, ummatni nima qilaman? Sonni ko'paytiraman, chunki bizni ko'pligimiz bilan faxrlanadigan zot borlar. Undan keyingisi o'zimdagi jismoniy deylik, ruhiy, aqliy bo'shliqlarni to'ldirishda o'zimga to'g'ri, munosib nima qilaman? Bir yo'ldosh topaman o'zimga deyish. Maqsadda ya'ni shu yo'lda, u ya'ni juftimni o'zimdagi ba'zi bir kamchiliklar, ba'zi bir bo'shliqlarimni u bilan to'ldiraman deb niyat qilish. To'g'ri ma'noda. To'g'rimi? Ya'ni inson erkak ideal ayol qidiradi deydi, ayol ideal erkak qidiradi, lekin bilmaydiki, ular bir-biri bilan juftlashsagina ideal bo'lishi mumkin. Ya'ni kamchiliklarni to'ldirishi mumkin, ideal bo'lmasa ham. Endi yana ketaveradi, bir 15 taga yaqin maqsadlarni qilish mumkin. Endi xuddi mana shu maqsadlarni inson o'zi uchun oldiga taxlasa, shu maqsadlarga yarasha keyin tayyormanmi, qila olamanmi, yo'qmi belgilab oladi-da. Ana keyin uchrashuvga chiqishdan oldin yoki uchrashuvga chiqib gaplashayotganda qarshi taraf mana shu maqsadlar bilan muvofiq keladimi, yo'qmi? Shuni belgilab olish kerak. Ya'ni bu uylanmoqchi, mana shu maqsadlarga ko'ra uylansa, mana rejalari bor degan uni. Demak, qarshi tarafni ham bilish kerakki, uni rejalari qanaqa nikohdan. U nima uchun oila qilyapti? Agar ikkalasining niyati, maqsadlari muvofiq kelsa, baxtli hayot bo'ladi. Chunki ikkalasi ham yo'lovchi, safarga chiqyapti, umr yo'lida birga hamroh bo'lamiz deyapti. Turmush o'rtoq, umr yo'ldosh deydi-ku. Yo'ldosh insonning yonidan hech qachon ajramaydigan bir qismi u. Usiz hayoti yo'q unga degan, doimiy birga degan. Doimiy birga hayot baxsh qilib turadigan narsa u doimiy birga u bilan. Endi nima qiladi? O'sha umr yo'ldosh bilan
Baravar ketyapmanmi? Qachon men oxirigacha u bilan baravar yurishim mumkin? Maqsadimiz bir bo'lsa. Buni ko'p misolda buni misolni ko'pincha biz yo'lovchi mana yo'lga chiqqan yo'lovchi misolda aytamiz. Hozir siz Toshkentdan yo'lga chiqaman desiz, menga hamroh kerak deyapsiz. Qayerga bormoqchisiz? Siz maqsadingiz Vohaga borish. Siz qanaqa yo'lovchi bilan safaringiz oxirigacha birga yura olasiz? Vohaga ketadigan kishi bilan yura olasiz. Oxirigacha birga borasiz, chunki u ham Vohaga ketadi. Va shu bilan birga oson borasiz, yo'lda talashmaysizlar. Chunki bir xil chalg'imaysizlar, har chorrahada bir o'tirib gaplasha olmaysizlar. Ammo lekin siz hop ketdik dedikda, haligi yo'lga chiqamiz dedingiz, bo'ldi, faqat mana nikoh qilamiz, uylanamiz dedingiz, bo'ldi. Lekin shunday yo'lga chiqib bo'lganingizdan qarasangiz, siz vohaga u vodiyga ketib turibdi. Qayerda ajrashasiz? Birinchi chorrahada ajrashasiz. Men chapga, voyda men o'ngga deydi. Ya unaqa qilma deysiz, nima? Aytadi, "Yo'q, men bu yoqqa ketadigan odamman, men maqsadim bu, men nima qilaman vohada" deydi. "Meni vodiyda ishim bor meni" deydi. "Men shuni orzu qilganman, bir umr shaqa borishdi" deydi. Umr shunaqa, ya'ni turmush shunaqa u. Ha, ko'ndirarsiz birinchi chorrahada, "Yur ozgina endi o'zim yo'limga savolaman, endi ikkita yo'l svetofordan keyin". Yo'q, har svetoforda janjal bo'ladi. Bitta maqsadingizga ko'ndirasiz, ikkinchisiga ko'nmaydi. Amallab borarsiz vohaga, lekin o'zingizni shunaqangi o'ng'aysiz his qilasiz, u ham shunaqa o'ng'aysiz his qiladi. Majbur siz bilan yo'lga chiqib qo'ygani uchun chidab yuradi. Hamma unga guvoh bo'lib qo'ygani uchun chidab yurishi mumkin, lekin siz bilan hech o'zini bir baxtli his qilmaydi. Uni butun orzu hayoti qayerda? Orzu havasi vodiyda, uni hayoli vodiyda. O'shaning uchun inson turmush qurishdan oldin qarshi tarafni maqsadlarini bilsin. Bu turmushdan maqsading nima o'zi? Masalan, bu narsani faqatgina din-diyonatli kishi emas, mana umuman g'ayridin kishilarni tasavvur qiling, g'ayridin kishi, umuman yigit ham g'ayridin, qiz ham g'ayridin. Ular ham xuddi shu o'zini yo'lida. Agar ular bir xil maqsad bilan turmush qursa, oxirigacha birga bo'ladi. To'g'ri-noto'g'rilik o'zlarining ishi, lekin bir xil maqsad bo'lsa, oxirigacha yuradi. Bor-ku, masalan, g'ayridin bo'lsa ham baxtli yashaydigan, bir-biri bilan hech janjal topadi. Nimaga? Chunki maqsadi bir ular. Ular bir xil yo'ldaligi ketayotgan manzili ham xullas bir-biriga muvofiq bo'lib tanlangan. Shuning uchun yigitlar ham qizlar tanlayotganda borsin uchrashuvga chiqqanda shunga yarasha maqsadlarni biladigan, maqsadlarni ochib beradigan savollarni aniqroq berish kerak. Shuning uchun qanaqa savollar berish kerakligini alohida gaplasharmiz. Buni ham haligi formulalari bor. Bular haqida gaplash mumkin, lekin qiz ham xuddi shunaqa. Ba'zi savollarni ochiqdan-ochiq yigitdan so'ralmaydi, lekin otasi orqali so'ratsin, akasi orqali so'ratsin. Qarindoshi, tog'asi bordir, amakisi bordir, ular orqali so'raydi. Ya'ni men turmushdan maqsadim mana shu. Men mana shu yigit bilan shu maqsadlarimga erisha olamanmi? degan savolni so'rash kerak. Ba'zi savollarni uchrashuvda o'zi so'rab olsin. Tushunarlimi? Demak, yigit bilan qiz turmush qurar ekan, kim bilan turmush qursa baxtli bo'ladi? Maqsadiga muvofiq kelgan kishi bilan turmush qursa baxtli bo'ladi.